Nima uchun insonlar oxirgi paytlarda X-Ray parfyumlardan foydalanishyapti? Ularning afzalligi nimada? Bugun ushbu savolga javob olish uchun Brevan parfyum showroomiga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormayli. Charchamayapsizmi? Rahmat. Ayni paytda nimalar bilan bandsiz? Biz shu hozir atirlarni tayyorlab to'ldiryapmiz, sarkamayib qolganda. Juda yaxshi. Meni o'ylantiradigan savol, nima uchun ko'pchilik X-Ray parfyumlarni tanlashyapti? Buni sababi aslida juda ham ko'p. Ya'ni X-Ray parfyum xarid qiladigan bo'lsangiz, siz brend uchun qo'shimcha pul to'lamaysiz. Va atirni mana misol uchun bular deylik, brend va atirda bu yerda brend uchun pul to'lanadi. Bizga tayyorlab beradigan atirlarimiz hidlari juda ham yaqin bo'ladi, birga bir desa ham bo'ladi. Turib berish jihati kamida o'zidagi turadi. Narx jihatdan 1 barobar arzon. Ya'ni misol uchun Symphony atiri $640 bo'ladigan bo'lsa, bizdan 100 ml 3 million 100 ming so'm chiqadi. Stoykistiga keladigan bo'lsa, o'sha kamida o'zidek turib beradi, lekin o'ziga qaraganda ham kuchliroq bo'ladi. Aynan o'sha sabablar uchun ko'pchilik xarid qiladi. Endi yana bitta savol tug'iladi. Atir tayyor bo'lishi uchun nechta jarayonlardan o'tish kerak? Bunda o'zi bir nechta jarayon bo'ladi. Ya'ni parfyum konsentratsiyani o'zini olib keltiramiz, o'zini sifatli etanollari bilan aralashtirib, uni tindiramiz, o'zini qo'shimchalari bo'ladi. Keyin turadi u. Turgandan keyin uni filtratsiyalardan o'tkazib, keyin mana shunaqa o'zimizning brend va flakonlarga solib mijozlarga beramiz. Bitta atirni tayyorlashga qancha vaqt ketadi? Har xil taxminan 10 kun, 2 hafta ham turadi tayyorlanib. O'zini protsessi bo'ladi. Mana hozir kuzatyapman, bu yerda Brevanning ham o'zini maxsus iforlari bor ekan. Mana shular haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Bizning o'zimizning brend va 6 xil atirimiz bor. Do'konimizda eng ko'p sotiladigani aynan Brevan Elan. O'sha bestseller hisoblanadi. Hidlab ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana ko'pchiligi yo'qyapti hozirgi kunda. Hidlab ko'rsangiz mana shuni bu sitruslarni his qilasiz bu yerda. Keyin ozgina yashillik bo'ladi va ochilgandan keyin mayin shirin bo'lib qoladi bu. Bu atir endi ko'proq kimga tushadi deydigan bo'lsangiz, katta ehtimoli bilan mana shu Imagination, Symphonyga o'xshagan atirlarni ishlatayotganlarga yaxshi tushadi. Chunki bu atir odamning me'dasiga tegmaydi. Odam sepgan sari sepkisi kelaveradi-da uni. Mana shu yozga juda ham mos. Va mijozlarga beryapmiz. Mana hozirgi kunda ko'pchilik xarid qilyapti. Juda ko'pchilik yaxshi o'ziv qoldiryapti aynan shu atirga. Zo'r, menga yoqdi buni hidi. Haqiqatan ham ifori o'zgacha, hech qayerda buni iforini hidlab ko'rmaganman. Taralish ham, turish ham ajoyib. Aynan stoykistini sinab ko'rganmiz mana shu atir, ya'ni bloterga sepganmiz. O'zi bilsangiz, sitrus va atirli uzoq muddat turib bera olmaydi. Bloterga sepganimizda aynan shu atir 24 soat turib bergan mana shu qog'ozda. Endi baribir mijozlar misol uchun sepishiga ham bog'liqda. Agar ko'proq sepadigan bo'lsa, bu atir haqiqatan kun davomida turadi. Endi yana bir savol o'ylantiradi. Mana shu o'zi atir tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Qanday holatda, masalan, kayfiyatga ham bog'liqmi yoki ob-havogami? O'sha mavsumga ham bog'liq bo'ladi. Ya'ni yozda, issiq kunlarda, sovuq kunlarda har xil. Keyin odamni o'zi ham, ya'ni kimdir kuchliroq atir ishlatishni yaxshi ko'radi, kimdir o'sha me'daga tegmaydigan. Kimgadir o'sha odamlarning ham turi bo'ladi-yu, ekstravert, introvert, kimgadir kuchli atir kerak, ya'ni sepganda birovga ham bilinishi kerak. Kimdir o'zi uchun sepadi. Buni esa o'sha mijozlarning ehtiyojidan kelib chiqib tavsiya qilinadi. Atirlarni ko'p turib berish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Tarkibiga. Tarkibiga. Kimdir o'sha sitrus va atirli ishlatadigan bo'lsa, sitrus va atirli o'zi uzoq muddat turmaydi. O'zi mana shu 5 soatdan 8-10 soatgacha turadi. Shunaqa keyin va yana aytib o'taman, sepishga ham bog'liq. Kimdir oladi, mana bunaqa 2 dona sepib qo'yadi, stoykisi past ekan deydi. Uni farqi yo'q. $1000 ga atir oladigan bo'lsangiz, bunaqa sepsiz, u sizga na taraladi, na turib beradi. Agar yaxshi effekt xohlasangiz, bu yerda sepish kerak-da, misol uchun 5-6 ta qilib. Biz misol uchun 8 ta ham 10 ta ham sepib boramiz. Qatqadir borganimizda ham zo'r kompliment olib ketamiz o'sha joydan. Demak, ko'proq sepish kerak. Albatta, bu narsaga ham bog'liq. Mijozlar atir tanlashda eng ko'p qiladigan xatolar qaysi? O'rtog'ini maslahatini eshitish deb o'ylayman. Shunaqa, biza asosan
mijozni o'zidan ehtiyojini aniq qilib yaxshi atir qilib bera olamiz. Biz bu ustida ishlaymiz, ya'ni sotuvchilarimiz ham ancha o'rganadi. Ayni paytda men ko'proq o'sha atir foydalanganda yonimda olib yurishga qulay bu mashinada doim turadi. Yoz faslida bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Bu noto'g'ri, aslida noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni men ham qoldirib ketgan kunlarim bo'lgan mashinada atirimni juda ham qizib ketadi o'zi. Unaqa atir qizdirib bo'lmaydi. Eng yaxshisi o'sha barsetkaga sog'ilish kerak, ya'ni sumочкаga u joyga kirib ketayotganingizni o'z bilan olib kirib ketishingiz kerak. O'shanda hidi o'zgarib qoladi. Da, atirning notasi buzilib ketmaydi. Agar mashinada qolib ketadigan bo'lsa, o'sha ya'ni temperaturasi o'zgarayotganda atirning notalari ham buzilib ketadi. Keyin shunaqa voqea ham bo'lgan. Bitta mijozimiz original Imagination flakonni ko'tarib kelganlar, vashi stoykasi past dotda turib bermayapti. Mashinada qolib ketgan atir bo'lgan, yoz kuni. Bir necha marta qolib ketgan, bir marta ham emas, mashinasida tutib yurgan. Buni kuchaytirsa bo'ladimi deganda, uje uni kuchaytirib bo'lmaydi. Ya'ni u o'zini svoystvasini yo'qotib qo'ygan, o'shani hisobiga atir buzilib qoladi. O'shaning uchun ham mashinada tutib bo'lmaydi issiq kunlarda. Tushunarli. Demak, bu jarayonga ham alohida e'tiborli bo'lish kerak ekan. Albatta shuna. Mana bugun sizdan atirlar haqida o'zim bilmagan juda ko'plab ma'lumotlarni oldim. Rahmat sizga. Ish faoliyatingizda muvaffaqiyat doim yor bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Azizlar, siz ham albatta Braven parfyumga murojaat qiling, chunki doim xushbo'ylanib yashaysiz.